Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңла тарихи roman İli Dolqunları. Avtori Abdurahman Qahar. Bu əsər Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən 2000 yılı 1 ayda nəşr qılınğan. 1 bab. 1. İli vadisi keçküz mənzərəsi bilən çümkəldi. Cənubdakı asmanğa taqaşqan aqbaş tağlar tumanlaşıb, şimaldakı kəng ketken binəmliklər, otlaq təkçilər sarğuç sür rəngə kirib qaldı. İli dəryasının bahar aylarındakı şiddətlik dolqunları yaz boyu birdə pəsiyib, birdə örlügən bolsa, mana əmdi barğansırı cimib süzülməkdə idi. Yeziçe tirikçilik bilen tinimsiz ömürlügen qurut qoңğuzlar allaqaçan öçeklerge kirip ketken edi. Yopurmakları tökülüvatkan del daraxtlarının şaxları ätisi akşimi urup turgan soğuk şamalda tolğanıp şivirlaydı. Ne bağlarda, ne toqaylıqlarda köңül yayrığıdek mənzara qalmağan edi. Hemme yer köңülsiz. Mahallenin u beşidin bu beşiğiçe qiqas silip qoğuluşup oynaydigan yalan ayaq yiza balaları hazır oçaqның aldını bermeydigan boldi. Tabiatning bu köңülsiz mezgili soğukni başlap kelgen edi. Bahar ayları yasandırgan yiza, bağı bostan, çimen zarlarının yeşil kiyimlerini keç güzning soğuk qoli saldırıp algan. U yerlerde hazır qushlarning tashlab ketgan uvularla qolgan. Yozning shavqin suranlari qani, amdi qushlarning butun dalalarni jonlantirib changildab sayrashlari, dehqonlarning etizlardagi emgak naqshlari anglanmaydi. U yer bu yerda ko'rimsiz kuzlaklar, qo'g'inliq baranglar va xamonlardagi egisiz qolgan kaplar g'o'ngiyib ko'rinadi. Yengizlarda qo'y kalalarning o'tlab yurgini ko'zga chiliqidi. Ko'tama eriq yaqinlarida qo'ray o'rib, ko'tak qo'murib yurgan kishilar onda sanda ko'zga chiliqib qoladi. Mahallaning tor, agir-to'qay ko'chalari, eriq o'stang bo'ylab radsiz silingan, aqar tilmagan so'qma tamliq uylari ko'ngilsiz ko'rinadi. G'azanglar, axlat chavarlar ko'rik ostilariga tiqilib, eriq suvlarini ko'chaga yaygan bu soğuk kunlarda ba'zilar uylarining yomg'ir suvlari buzgan yerlariga laychilik qiladi. Ayollar shilim bilan panjirlarga saman qog'oz chaplash bilan avara edi. Kech kuzning vahimasi dehqonlarni oldirtib qo'ygan, chunki ularni muzlatadigan hasinam oylari kelib qolgan. Ular ko'chaning kungay tarafiga yoki tugmanga yig'ilishib, ko'ydirismi yoz optipi yaxshikan deb sovuqning burun tushib ketganligidan dodlashidi. Ham qishliq un tortish oddiy bo'lsimi ko'ngillik o'tadigan mashrablar uchun tayyorlik qilib qo'yish, uy ichidagilarning qishliq kiyim kechkini g'amlash qatorliq ishlar uchun bosh qotirishidi. Yog'sa yomg'ir, chiqsa bo'ron, podichiga nada makon degan gap bor. Lekin nodamga hammala vaqt o'xshash bo'lib qolgan. Fasllarning qaysi biri nodamga kulib qaradi, yetimni yetib urib, bo'lmasa putidan tutib ur degandek, yozning qiziq otoblarida kalalari soyiga qarab qatsa, uning oldini to'rab darmoni qolmog'icha qo'g'lab yugurdi. Açlıklarga kirse egilerden tayak yedi. Yağmur yeşin, boran çapqonlarda yüzleri yerilip, içişip ağrıdı. Mana emdi, keç gözünün zeherdek şamal aralaş soğuqi qiynawatıdı. Nadem, padini mahallige heydedi. U, padisini hemmedin burun açıqıp, hemmenin keynide qaytattı. Mundaq boluşi, bay, oğlum Nadem, qo'y kalalar, atigini bilan kechqurunliqi alaytanla o'tlaydi. Hayvanning tili bo'lmagani bilan xudosi bor. Sanga manga o'xshashla qo'rsqini obdan to'ydirg'isi keladi. Shuning uchun atigan chiqda, keyin qayt, deb jikilaydi. Nadamning bundaq so'zlarini anglag'isi kelmaydi. Shunga padichi do'stlaridan ayrilib orqada qolatdi. U mahallaga kalalarni haydab kirganda, to'g'rilar hovlilardagi qariyag'ach shoxlarida bir-biri bilan qo'ndoq talishib cho'qishatdi. Buningga yunda talashgan ishlarning ovozlari qo'shilib ketadi. Nodam mahalla ichiga kirib kelganda,
Uni mahallaning yalang'ochlangan oq teraklarga qo'ngan qag'ılar qarshi oldi. Saharda Nadam bilan tang bir kunlik ozuq g'imi bilan allaqayoqlarga uchib ketgan qag'ılar Nadamdan xilila baldur keptu. Ular terak shoxlarida xuddi bir yipqa tizib qo'ygan qora munchoqlardek tizilib qaqildishatdi. Nadam o'tkir ko'zlarini qag'ılardan elib, manganning turxunlardan ko'tarilishini xohlamayotgandek ig'ir holda to'lg'inib chiqayotgan oquch kechki islariga qaradida ko'zlarida g'amkinlik yondi. Nadam g'ayratlik bola, lekin uning sunuq chiroyidan yetimligi bilinib turadi. Uning bo'y turuqi, chiroyi dadasiga tortgan, egiz bo'yliq, bug'doy o'nglik, quyuq qishi qisqa, burni qangshorliq, yeshi 15-16larda bor. Uning beshida chat cho'rlari qirchilib o'ngib ketgan do'ppa, uchsida kir ko'nglik, ustida opsi qo'lda sherib tikib bergan pinjak, putida churuq bor edi. Qo'lida padichilarga xos tuz eran tayiqi bo'lib, uningga kala qo'ylarning soni baldamcha qilib qo'yilgan. U tayoqni boshqa padichilarga o'xshash kala mungizga dallab atmaydi. Hayva uchun aylantirib qo'yatdi. Hayt-huyt bilan padisini tartibga chaqiratdi. U nimala bo'lmasin, boy qorosida bu ishqa buyurilib yurgandan ko'ra, itizliqlarda, idirliqlarda mol beqib yurishni afzal ko'ratdi. Nadam mollarini haydab yo'g'on darvozadan kirganda, Ahtamboy ikki qo'lini kayniga tutib, peshayvonda o'ra turatdi. U mollarni soni bo'yicha emas, rangi turuqi bo'yichimi ko'zdan to'liq o'tkazib bo'ldi va to'ygan to'ymaganligiga sap soldi. Onasini ko'rib, etilib tipirlashib turgan ikki mo'zayning yenidagi ta'tur qo'ziqqa Nadam biri qora ala, biri qo'ng'ir siyirni bog'ladi. Mollari qishloqqa mengishdan burun ayirib qolgan qo'ylarni qo'tonga solidi. Ondan ikki tarafida tutquchi bor, qo'rsoqliq yo'g'on sivatga saman to'ldirib, o'stanga ochiqib ketdi. Nadamning ishlariga sapsilib peshayvonda o'ri turgan Ahtamboy o'z-o'ziga pichirlashga boshladi. Dadasidek mutham, gapdon emas, ishiga puxta, didil, o'shq-tushuk gap yo'q edi. Nima ishga buyursa, bo'yin to'lg'imay mang'atdi. Qo'rsqin to'yg'izib qo'ysa, kaladek ishlayveratdi. Amdi bu bola o'zgaryotidi. Gayitning bolasi yo'qyotidi. Shu tombaliqni do'rab qolsa, bumu bir parcha tish o'tmaydigan patang bo'lib qoladi. Bilaman, hammani qilayotgan Anvar apandi, lekin uning bilan muomala qilishni bilish kerak. Ayvashga kelsa yaxshi, ayvashga kelmasa hukumatmi, soqchimi borg'u? Mansur Shangyomo bir do't, hadisla ularni hukumatga chaqidi. Qamcha, miltiq bilanla elni boshqurman deydi. Lekin baqqan ishnimi uriversang yinib tishlaydi. Bu yalan to'shlarning yenishidan xudo saqlasin. Ular yuzsizlik qilsa bizga bo'ladi. Ba'zilar iriq chapsang yinin al, malayning jinin al deydi texi. Yurkini mujiyman deb o'ziga qarshi qilib olgandan nima foyda? Sana o'shtiki bor odamning qilgan ishida qanchalik unum bo'lsin? Bir nech ig'iz yaxshi gap uchun tiling ko'ymaydi-ku. Sening qora qo'rsoq haq ichida insofi bor degan yaxshi gaping chiqqanidan Muno Anvarga o'xshash uqmishliqlar ichida ma'rifatchi degan noming chiqqani yaxshi emasmi? Maktab remontiga pulmi beray? İmkon bo'lsa, ashu Anvar apandini uyga ko'chirib akilib olay. Apandi haq degan yaxshi tamoq, pulning quli. O'shri zakotning to'lisini maktabga, ozroqini imom ma'zinlarga beray. Elning ko'zicha apandiga otadorchilik qilay. O'g'loq bo'lsa, yaxshi ot to'qib mindirib, texi uyda mashrabmo qilib beray. Urug' jamaatimning qizlaridan tanlab turib, birini chitib qo'yay. Pah, shu chaqda u apandining manga bo'yin agmiginini bir ko'raychu. Gayitdek tombaliqlar, Nadamdek muz peshonlarmi mening qo'limga qaraydigan bo'ldi. Ikkinchidan, Nodirlarning o'limini hech kim meningdan gumonlanmaydi. Ahtamboy xiyolini shu yerda to'xtatdi-da, purishgan chiroyida xotirjamlik, rozimanlik ifodalandi va ingikini asta silab qo'ydi.
Uning chiqir ko'zlari bir nuqtaga tikilib qoldi. Ko'p hollarda xiyollarini xufiyona tutadigan boy yana nimalarnidir o'ylashga boshladi. Uzun o'tmay nodam samonni yuyib akirdi va uni tomga tiklab saqitib qo'ydi-da, omborga kirib kipak ilib chiqdi. Saman bilan kipakni ilashtirib, halab etib ikki siyirning oldiga bo'lib to'kdi. Bu shumtakmo balki cho'ng bo'lg'icha o'zgarib ketar. Dodisini kiyib chiqar, hatto uningdan eshib tushar, deb o'ylashga boshladi yana boy. Menmo o'zgarib ketdim-ku. Yoshliqim bövəkçilik bilan o'tib ketdi. Dadamning pishiqlik bilan tukkan tuguchini buzib chashdim, yo'qotdim. Havisim meni nimalarni qildirmidi, nima ko'ylarga solmadi. Qing'ir qiyshiq ko'chalarning hammasiga kirdim. Lekin cho'ng bo'lgan sari bo'libmi bu cho'ng uy menga qolgandan beri aqlimni topdim. Boshqa boylarga qarab esimni yig'dim. Mol dunyoning qadriga yetdim. O'zgargandimi dadamning yo'lidan boshqacha yo'lda mangdim. Esit, bövəkçilik bilan o'tib ketgan 10 yil bo'lmasa bu chaqcha hech bo'lmaganda 300 xo yer 500 xoga, 7 quru qo'y 15 quruga, jangza 3 dan 5 ga, to'gi sanduqdagi ziqcha oltin 200 sardan 300 sarga yetgan bo'ladi-da. Hey, shu dadamning kalti pamliki, nimishqimi boshqa boylarga o'xshash menimo dunyo tutishga o'rgatmagan bo'lg'iydikin. Ruhing uchunmo yaxshidi. Aqtamboy kimning o'g'li? Rustamboyning bo'ladi. Xayr, ruhing qo'rinmasin dada. Endi o'zimning yo'lni o'zim topaman. Osmon palakka ko'tarilman. Boshqalarning ko'zidan o't chiqarib o'taman. Sir sag'adigan momay sirlangan oq chilakni ko'tarib chiqqanda Aqtamboyning xiyoli uzildi. Nodam ishlarini saranjonlashtirib, kepak yipishgan qo'lini uvlab qo'tandan chiqdi. U ko'zini boydan qochirib, uvlayotgan qo'llarga qarab turadi. Nodam, bolam, dedi boy xiyoldan beshini ko'tarib. Tamqan yaval amdi. Nodam oshxona uyiga kirib, kundagidek o'choq oldida o'ltirdi. Uning kaynidan yenik chamdab Aqtamboy kirdi. O'rin Saxon Nodamning oldiga bir china suyuqashni qo'ygan edi. Boy, "Nona chiqib ber, non. O'siyotgan bola to'yg'uchi yesin. So'g'uq yeb kelgan bola to'yamdi uningga", dedi. O'rin Saxon jerisdan yiqilgan pom nondan birini achiqib berdi. Aylangan o'chka terisi silingan kongning ustida o'ltirgan boy beshini silab esnab to'risqa qaradi. Oshxona 5 limliq, 3 derazlik cho'ng uy edi. Kun petishqa qargan eshikdan kirganda udulda manta o'choq, uningga bir cho'ng, bir kichik 2 qozon esilgan. O'choqning yonidagi tamga 3 uzunchoq oyuq o'yilgan bo'lib, china qachilar dastlab qo'yilgan. Yarim metr egizlikdagi supiga 5 parcha chiroyli gullik tikmat silingan. Uyning o'ng tarafidagi tamga yo'lab qatirisiga 2 sanduq qo'yilgan. Uning ustiga egiz qilib yotgan ko'rplar tizilgan. Uy yo'ruq ham ozoda edi. Aqtamboyning yonida gap qilmay, u yoq bu yoqqa qarmay 14-15 yoshlar chamsidagi shalong chashliq, qishi sarg'uch bo'lsimi qo'yuq, kezikdan yangi turgan odamdek chiroyi tigi-tigidan seriqtab judigan, cho'ng ko'zlari parqirab qolgan kenji o'g'il Varisjon o'ltiradi. Varisjonning beshida beg'irrang manchester do'ppa, uchisida ko'k terikidan tikilgan astarlik shimchapon, putida g'ulja xurmidan tikilgan iskatlik o'tuk bo'lib, ichidagi oq ko'ngilak yoqasidan ko'rinib turadi. 5-chi lampa uy ichini yo'rtib turadi. Nodam tamoqini yeb bo'lgan edi. Bugun boy uningga xuddi bir nima deydigandekla qilib turadi. Shunga u boyning og'ziga qarab o'ltirib qoldi. Degandek, boy uningga qarab ig'iz ochdi. "Balam, Nodam, ertadan boshlab sen Varisjonni maktabga opirasan, ham billa ilib qaytasan. Mollaringni tushdan keyin boqsan." Hech o'ylamagan yerdan chiqqan gap uchun Nodam Aqtamboyga ittik qaradi. Uninggacha O'rin Saxon odati bo'yicha gapga aralashib oldi. U gapga aralashmasa, ko'ngli tinmaydi. "Varisjonni maktabga opirib qo'yib kelib, mollarni beqib kelsin. Etizdan tushga yaqin qaytib kelib, maktabga borsimi bo'ladi-ku. Tushgacha maktabda bekor o'ltiramdi. Bo'lmaydi.
dedi Aqtamboy beshini silkib. Her bir saat arlıqidagi tanaffus vaqtidimi ko'z quloq bo'lish kerak. Yana besh qaygan, puti taygan yoqlarga ketsa, sen izlab topamsan. Sen voysashdan boshqani bilmaysan. Boy Nodamga qarab mundoq dedi. Maktabga udul berib, udul kelinglar. Mubodo Varisjon boshqa yoqlarga buralsa, yo'l qo'yma. Puxtingmi, bolam? Puxtum. Yaqindan biri Varisjon maktabdan yinib, uyga kelmay, beshi qaygan yoqlarga ketadigan bo'lib qolgan edi. Bugunmi shundoq bo'ldi. Maktabdan yinib, tovanki mahalla tarafga ketdi. Boy odam avatib, uyoq buyoqni izlashtirdi. Hech yerdan topolmadi. Kech kirgansiri aloqzodlikka tushib qo'rqishdi. Taraf-tarafga chepib, paypetak bo'lishib ketgan odamlar uni oxir tovanki mahallaning oyig'idagi eski tomliqdan topdi. U hech nimadan xabar yo'q beg'am o'ltirgan edi. Mushu ishdan keyin Aqtamboy bilan Ho'rinsaxon maslahatlashib, Varisjonga Nodamni qo'shib maktabga avatish qaroriga kelishgan edi. O'rnidan turib mengishqa tamshalgan Nodamga Boy yana mundoq dedi. Mallarga bo'g'izni kundikidan atiganrak at. Maktabga mangdigan chog'da o'qurlarni zig'ir qo'g'ini bilan to'ldirib at. Puxtingmi, bolam? Puxtum. Nodam Varisjonni maktabga opirib akildiganligi uchun intayin xushal bo'ldi. Kim biladi? İlliq chiroy Anvar apandi unimi o'qitib qo'yar. Balki kishilar u cho'qur apandini kambag'allarga ajab ko'yimchankan deb ta'riflashyotadi-ku. Yetimning otasi yetta deganlar bekor aytmagandu. Shundoq qilsa ajab emas. Davomi bor.